Assalomu alaykum deysiz kuzatuvchilari. Yaqinda mana shu obyekt obzor qildik. Mana bo'linib, tepada podsetkalari qo'yildi. Dimoxodlar ham mana o'zimizda yuzli turbalardan, demak, iloji boricha byudjetli variant qilindi. Bunga chiroqlar o'rnatiladi. Hop, bu yerda oyna qism bo'ladi. Demak, oyna yopishtiradi. Bu yer demak fitness uchun qilinayotgan ish. Hamma jarayonni iloji boricha qo'yib borishga harakat qilamiz. Mana kompozit panellardan olib kelib qo'yganmiz. Bular ham demak yopishtiriladi. Bu obyektimiz ham olganimizga ko'p bo'lmadi, lekin ish jarayonlari jadallik bilan ketyapti. Hop. Mana yana ish jarayonlarini ko'rib boramiz. Mana bu yerda demak razyevalka, hop, bu yerda dush bo'ladi, o'rtasi bo'linadi. Bu yerda esa hojatxona. Arzon variant, demak o'zimizning kompozit paneldan qo'yiladi. Beton yopiladi. Davomini kuzatib boringlar. Kanalga joylab boramiz inshaalloh.